Odamlar bekorga ham mana hozirgacha siz bilan hamkorlikda ishlaylik, franshizengizni sotib olaylik deshadi. Prosta franshiza sotib olish 20 ming 30 mingga bu oson, lekin uni keyin boshqarish kerak. Sotib olgandan keyin erta nimadir bo'lsa, mani bo'ynimga bo'ladi. U men franshizani sotib olganman yoki hamkorlikda ochganman deya olmayman. Ko'ryapsizlar, hamkorlikda ochgan joyi ham hammasini men boshqaraman. Hech narsaga aralashmaydi. Tak что motivatsiya emas, sizlar ko'ringlar qanaqa darajaga. Men boy millioner qizi, menda million pul bo'lgan, men o'sha millionni 2 million qildim emas. Men bir simsiz boshlagan biznesimni million qildim. Tushundinglar? Shu narsaga e'tibor beringlar. Anu motivatorlarga yoki biznes kauchlarga borib aqlli gapini prosta eshitmanglar. Yoki anu o'zi boy millioner bo'lgan adasi erini pulini 3 millionni 6 million qilayotganlarga emas, noldan qilayotganlarga